Bu videoni 17 Pro Max'ni qanaqa rangidan olsam ekan deb yurgan, tanish bilishingizga jo'natib qo'yaylik o'rtoqlar. Hozirgi kunda eng trendda bo'lgan ranglar, ya'ni 17 Pro Max orange, 17 Pro Max silver rangi bo'ladi. Yaxshilab ko'ringlar. Kimga qanaqa rangi ma'qul bo'lyapti? Telefon o'zida jarayon bo'lyapti. Ikkita 16 Pro olgan o'zimizning doimiy klientlarimiz kelishgan. Ikkitalari ham 16 Pro ni o'zimizga sotib, o'rniga silver, bittalari orange rangidan xarid qilishdi. Telefon xarid qilishdan oldin mana qaysi rangdan olsam ekan deb yurgan do'stlar jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Bu orange rangi bo'ladi. Yaxshi olib ko'rsatgan mana. Yaqinroq ko'rsatmagan ekan. Kelasi ham o'ziga yarasha neobishniy bo'ladi. Bu rang to'g'ri, ko'zga tashlanadi, juda ham chiroyli ko'rinadi, lekin tez medaga tegadigan rang deb o'ylayman. Sizlarga maslahatim silver bo'ladi o'rtoqlar. Agar siz skromliligi xohlasangiz, silver, yo'q men ko'zga tashlanib turishni xohlayman, hamma menda 17 Pro Max borligini bilish kerak deydigan bo'lsangiz, unda orange olsangiz bo'laveradi. Lekin skromli yuradigan akalarimiz uchun, albatta opalarimiz uchun silver rangini tavsiya qilib qolamiz. Bu ikkita telefonimizdan sotiladi. Boshlanish to'lov bilan 3 oylik, 6 oylik muddatli to'lovga xaridingizlar bo'ladi. Doim pastga Telegram kanaliga narxlarini, to'liq ma'lumotlarini joylab qo'yamiz. Kelasi ham ideal holatda. Telefon o'zi bu do'konga kelib, bemalol o'zingizlarning 13, 14, 15, 16 telefonlar ishlatilgan telefonlarni berib, 17, 17 Pro, 17 Pro Max telefoniga trening xizmatidan foydalanib, telefon xarid qilib bo'ladi. Va albatta bizda 3 oylik, 6 oylik muddatli to'lov ham bor. Ortiqcha hujjatlar kerak emas. Boshlanish to'lov, pasport kopiya bo'lsa bo'ldi. Ichiga o'zimiz aklotlarimizni qo'yib, kalkulyatorlarni olib qolamiz. To'lovlarda muammo bo'lmasa, xudo xolasa hech qanaqa muammo yo'q. 6 oy yoki 3 oydan keyin to'lovlarni qutilganingizdan keyin aklotlardan chiqarib, kalkulyatorlarni o'zingizga berib olamiz. Telefon uzubi eng to'g'ri tanlov bo'ladi o'rtoqlar. Bemalol kelsanglar, xudo xolasa sifatli aksessuarlar va sifatli telefonlar bilan kutib qolamiz. Xush ko'ribsizlar.